Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevarlar. Sizlarni o'zbek ma'rifatparvarligi tarixida yorqin iz qoldirgan buyuk adib, pedagog va jamoat arbobi Abdulla Avloniy tavalludining 148 yilligi munosabati bilan tayyorlangan book treylerni taqdim etamiz. Abdulla Avloniy 1878-yil 12 iyul kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. U umrini ilm-ma'rifatni targ'ib etish, millat ravnaqi va yosh avlodni komil inson etib tarbiyalash yo'liga bag'ishlagan. Uning asarlari va hikmatli fikrlari bugun ham o'z qadrini yo'qotmagan. Kitobxonlarni ezgulikka, bilim olishga va yuksak ma'naviyat sari chorlab kelmoqda. Buyuk ma'rifatparvarning boy merosi xalqimizning bebaho ma'naviy xazinasi hisoblanadi. Uning hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishishga sizlarni Kattaqo'rg'on shahar axborot kutubxona markaziga chorlab qolamiz.